Opingni qo'shniga uzatyapmiz. Oyi, buni Uzoraga jo'natib kerak, iloji boricha. Buxorogami? Sani aytganing bo'lmaydi baba. Oldimizda yashasa zo'r-ku. Turornina soat 12 bo'ldi, yotishing qara. Senga nima ko'rolmayapsanmi? Bor, eringni xizmatini qil. Cho'ra qaynining qayda bordimi, jo'na? Как раз joyga ovqat qilganlar. Rahmat. Oyi, kulyan qani? Oyi, Wi-Fi nimaga ishlamayapti? Oyijon, Sarpamga Wi-Fi ham olib keldim. Zebo, tur opingga choy tayyorlab ber. Yo'q, o'zi qilsin. Voy, mehmonga unaqa demaydi, qizim. Seni kuniga 5-6 mahalgina chiqsam uyingga. Oxirgi qilyapmanmi hali? Ha, ortiqchalik qolsam, bor yo'qol. Oyi, uyimizdan hamma narsani olib ketgan yetmagandek, meni kartamni ham shiltibdi buni. Zo'r ekanda, 0% transferlar, naqd pul yechib borish uchun komissiyani qaytarish, hamkorlardan ko'p joylarga borib ovqatlanib 5% cashback qilib bo'lar ekan. Salom kartni TBC Uz ilovasi orqali istalgan summaga komissiyasi to'ldirish, bankomat va terminallarda naqd pulni to'ldirish uchun komissiya qaytariladi. Ber bor shuni ham. Oyi, Shuni bersanglar bo'ldi, boshqa hech narsa so'ramayman. Men senga onlayn zakaz qilaman, birpasda keladi-ku. Aniq oxirgisi, boshqa hech narsa so'ramayman. Ana, ko'rding? Oyi, hozir nimadir so'raydi. Voy, va'da bergan go'shni so'ramaydi. shu nomga o'tkazib bersanglar bo'ldi, boshqa hech narsa so'ramayman. Endi uyim ikkalasini bir-biriga qo'shib katta qilishim kerak-da. Xo'p, boshqa hech narsa so'ramayman. Katta o'sim bo'lsang nimalar bo'ladi? Endi sen oyijoningni o'ng qulog'isan. Qaysi bir aybish qilsa, menga ayting. Shuncha yillik dushman bilan endi do'st bo'lasizlar. Oyijon kichkina kelin turmadi. Hozir uyg'otaman-da. Sitor voice bilan 35 minut gaplashdim. Balki yomonlagandir. Rostdan. O'zing baloni ham bilmasang ham, lekin hamma narsani aqlli qilib o'rgataverasan. Nima ovqat qilamiz o'zi? Chukkala bunka degan. Afrika milliy taomi. Zo'r chiqadi, xo'ringlar. Xullas, sotdini rolida-san-de. Yomon tomoni, usullaring seni chiqishtirishmaydi. Nima haqida gaplashyapsizlar o'sinjonlar? Quloqlar haqida. Eng qizig'i, qo'ling shirin bo'lgani uchun shuncha kelin kelsa ham ovqatni baribir senga qildirishadi. Kichkina o'siningga hamma narsani o'rgatib, endi ish qildiraman deganingda 2 qat bo'ladi-yu. Kichkisi-yu, ikkinchisi bor-ku, bunga nima ish qildirsam ekan deb o'ylab o'tirsam. Iskandar Building'sda mezbon loyihasidan uy oldik. Yunusobod 19-kvartali ro'parasida joylashgan. Hamma sharoitlar bor, mazza qilib yashaymiz. Siz bo'lsa ham quturgan qaynona bilan yashayvering. Shuncha payt qaynonangni kalishiga patay bo'lgan bo'lsang ham, har doim mehmonga kichkina keliningni olib ketadi. Mayli, sabr. Alohida chiqib ketadigan vaqtlarimiz ham kelib qoldi-yu deganingda. Kelin, shu desangiz sizni yaxshi ko'rib qoldim. Hamma kelinlarni chiqarib, sizni olib qolaman. Bolalaring katta bo'lgandan keyin nimalar bo'ladi? Bularni endi telefon bilan aldab bo'lmaydi. Lekin ming dardga davo har bir bolaning hayotida o'z o'rniga ega bo'lgan remень bor. Oldin bolalaringni hamma o'pib, yallab tashagan bo'lsa, hozir ulardan hamma bezor. Bolangni yo'q. Jonimga tegdi bezorlik, oling yo'qoting bolani ye. Oldin mendan faqat sut bilan so'zga so'ragan bolalarim hozir faqat pul so'raydigan bo'lib ketgan. Bolalaring uchun yosh bola ham bo'lasan, bula bo'lsa. Alochiz yordammi bu oyim o'zlarini g'alati tutyaptilar. Ko'zini qarasang o'xsharkan sunu. Yaxshiyamki ancha katta bo'lib qoldinglar. Bittanglarni maktabga, ikkitanglarni pachimuchkaga beramiz, a? Ha, vohima qilma, vaqt bor hali. To'g'riga ham bitta maktabga beraveramiz, yo'lni ko'rsatib yuboramiz, o'zi dumalab keladi. Yo'q, men bularni haqqa berishni o'zim bilaman. Yuringlar men bilan. Algoritmus bu yoqda ham maktab, ham pachimuchka bor. 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun logopediya bor. To'g'ri va aniq gapirishni o'rganishligi uchun kakastirish tushib matematika bor, mantiqiy fikrlashligini rivojlantirish uchun. Bundan tashqari boshqa ko'plab rivojlantiruvchi darslar bor. Har bitta bolaga alohida yondashishadi. Robototexnika darsi bor, texnologiyaga bo'lgan qiziqishligini uyg'otish uchun. Sho'tga kattasini maktabga joylashtirsak ham bo'ladi. Dars jadvalligi ham, manzilligi ham qulay. Foyda mahalla qani. Vapshizo, sendan chotga onachar. O'sh uchun bolalarni har kuni o'zing olib kelib, o'zing olib ketishing kerak. Men bo'lsa ketdim. Erkaklar mas'uliyatdan qochishga juda usta-ey. Pak. Qizimizni berishga beramiz-ku, lekin qizimiz yoshligidan Angliyada katta bo'lgan. Milliy urf-odatlarimizni bilmaydi. Muammo emas, o'zimiz o'rgatib olamiz. Kelinni chaqiringlar, bir ko'raylik. Mana menda kelim. Buni o'radi. Anaqasi yaxshi kiyadilar, charchamayapsiz, sog'ligingiz joyidami? Qani bir kelin salom qilsin-chi. Salom, ismim Zebo, tanishganimdan mamnunman. Zebo ism. Assalomu alaykum. Bo'ldi, rahmat, maza qildik. Ketdik, yuringlar, iltimos, beparasat. Kelin. Oldik. O'tirib bir lazerdan osh qilarmikan, sizmi deb o'ylaysiz? Xo'p bo'ladi.
Oyi, guruch qanaqa bo'lardi? Kelin, eringiz qani? Umidmi kino ko'ryapti. Bugun siz ishdan qaytasiz nechida begimot? Nima? Voy, uzr begim deb yozilgan ekan, o'zbek tilidan to'g'ri lug'at ketdi. Sani issiq menga beryapti, ha? Ha, bu jazirama bizni ayovsiz kaltaklayapti. Bu jazirama bizni kaltaklab uryapti orkamizda. Bo'pti, men ish ketdim, yaxshi o'tir. Erni kuzatish uslublari shunchaki qo'l siltang. Yaxshi borib kel, Umid. Xudojon, na bir muomalani biladi, na bir ko'ngil olishni biladi. Ingliz tilidan boshqa hech narsani bilmaysan. Sabr qilish, hozir chiqishadi. Kelib bo'ldingizmi? Bye dear, see you. Challari bo'ptimi? Ha, ingliz tilidan kurs ochdik. Xotiningdan boshqa taraflar foydalanib bo'lmas ekan. Qani bir televizor ko'raylik, nima bo'lyapti ekan? Choy bilan qaynonasini zaharlagan gunohkor kelin. Ayjan choy. Bor yo'qoling. Nima, choy bilan zaharlamoqchimidingiz, ha? Oyjon, hamma kelin bir xil emas-ku, kino bo'lsa. Kino ham hayotda olinadi. Bar sari qiri, yo'qal. Boshqa kanalga qo'yaychi. Qaynona va kelinni issiq-sovuq qilgan haromxo'r qo'shni. Voy, iflos qo'shni-ey. Kelin, to'xtang. Endi kelin, menda ham ayb yo'q. Hamma ham ana qo'shnida nimadir qilgan ekanda. Men oyimni xafa bo'lmas, kinolar ko'rmasdan bo'lib qolganlar. Mayli, biza ketdik. Bo'pti, boringlar, quyonchalar. Yangiz boshlabdi-yu, qani? Onasidan xotinini ustun ko'rgan noma'qul o'g'il. Ha, xotin quli. Bexaka. Sevishmay o'laring. Sen ishingni yo'qot. Siz oshxonani tilingiz bilan yalab chiqasiz, boshida turaman. Bolangiz. Ha, oshxonani tozalab bo'lib qoldim. Ho, mana zo'r bo'lyapti ekanda. Onasiga telefonda qaynonasini yomonlagan iflos kelin. Kelin kim bilan gaplashyapsiz? Oyim bilan. Oyim bilan? Voy, oyingiz bilan meni yomonlayapsiz. Men beting qursin, seni ana endi ham haydayman. Qaytib kelma. Kinolar o'zi hayotdan olinadi degani shu. Ol, yig'ib